O'zlari yaxshilar sal dag'allar. O'zlari yaxshilar sal pulga qattimlar. Nima qilib masalan yetsak bo'ladi? Bitta yo'li bor buni. Yo'llar ko'pi, bittasi shu. Ro'molingizni qattiq qilib bog'laysiz ovqat qilishdan oldin, ma'mur tushib ketib qolmasligi uchun uni turgan. Ovqatni bismillah deb boshlamaysizda, kimnidir o'sha go'shtni misolkaga tashlab qilasiz, piyoz artasiz, kartoshka artasiz, qovurasiz. O'zi shunga loyiq edi, o'shaning uchun qaytib keldi. O'zi o'shaning uchun o'sha. Nima deb o'ylaysiz, shu ovqat yegan odam sizdan qizg'anadimi keyin? Shu ovqat yegan odam karim bo'lib qoladimi? Halim bo'lib qoladimi shu ovqat yegan odam? Bu ovqat yegan odam nima bilan qovurgan bo'lsangiz, o'sha sifat bilan sifatlanadi. Sizga nisbatan halim bo'lishni xohlayapsizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Al-Halim deb boshlaysiz. Al-Halim, Al-Halim, Al-Halim deb qo'rvasiz o'tganda ham Al-Halim deb berdingiz. Shu narsani ko'p takror qilsangiz, bu kishida halimlik sifati paydo bo'ladi. Karim bo'lishni xohlayapsizmi? Shuni ayting. Nima xohlayapsiz? So'rang. Qalblarni ochishni xohlayapsizmi? Robbimizdan Al-Fattah degan ismlari bor, zikr qilinglar. Aytishadi, bitta bismillah ayol 40 ta namozxonni namozdan chiqarib olish xavfi bor. Bitta bismillah bilan taom qiladigan ayol 40 ta benamozni namozxon qilib qo'yishi mukofoti bor. O'shaning uchun taom qilsanglar shu narsa bilan qilinglar.